Yetib kelyaptimi? O'tgan yili tip boshqacha edi. Matrica patritsiyali bo'lgan. Misol uchun. O'tgan yil matritsiyalar Vittornich bo'lgan. Sizlar matritsiya ma'lum bo'ldi. Misol uchun. O'shaning uchun bu yil bizga tayyorgarlik bo'lish kerak. Bu yil biz bilan o'xshashmaydi bo'ladi inshaalloh. Keyin aytib qo'ying, ertaga sintetikasi total revision hech payt soat 7:30 bo'ladi. 7:30 qo'yish mo'ljal qoldi. Chunki ertaga juda ham ko'p imtihonlar bor. Sizlar filmas, FA uchta ham bor. Shunday hamma qutulib hech payt xotirjam keladi. Agar Viktorni aytilgan bo'lsa statistika. Birinchisi. When diagram tushuntirganmasligi. Iloji boricha sanaydi. 18, 12, 7. Xo'p, nima o'ynayotgan? Basketbol bilan voleybol. Basketbol, voleybol. Общий o'qishdan bo'lgan. 5 odam hech narsa o'ynayapti. Birinchisi, nimada o'ynayotganini soni. Qanaqa topasizlar? Birinchi ish. 18 plus 12 minus 7. Nega minus 7 tashlaman? Chunki 7 2 marta qaytaryapti. Bu yerda ham to'g'ri qo'shamiz. Понятно? Hammaga tushunarli bo'ldimi? Yaxshi. Endi qaranglar, 18 12 30 37 dan esa 23. Ana endi 23 tasi nimada o'ynayman? Basketbol, voleybol ahamiyati yo'q. Endi nechtasi umuman hech narsa o'ynayman desanglar, 30 dan nechini ayirib tashlash kerak? 23. 7 ish qoldi. Bolalar bizda bitta narsani tushuninglar. Mana bu 7 bilan bu 7 sizlar bilan endi o'xshab qoldi baxil. Ular o'ynaydi o'zi. Просто tushuninglar, o'xshab qoldi. Keyin bu diagram chizayotganda to'g'rilab qo'yinglar. 18 dan 7 dan ayirsa necha? 10. 12 dan 7 dan ayirsa necha? 5. Yetyaptimi? 5 tasi faqat voleybol o'ynaydi. Faqat voleybol. 7 tasi ikkalasini ham o'ynaydi. 12 tasi faqat basketbol o'ynaydi. Tushundingizmi? 7 tasi ham basketbol, ham voleybol o'ynaydi. Mana bunaqa tuzatib qo'ydim. Umuman hech narsa o'ynayotganlar nechta ekan? 7 ekan. Mana ikkita dimog'dan tashqarida o'tadi. Yetib keldimi men diagramni? Hammaga 6 ball. Chunki olsin. Baholisi. Yaxshi, davom etamiz. Bu ketdi. B yurtu. Bu arkani B yurtu, B de 0 belirtildi. X kvadrat plus Y kvadrat. En yukarı iş. Buna qanaqa ishlaymiz? X kvadrat plus Y kvadrat равно yukarı ish. Qanaqa ishlashimiz kerak? Yapi? Y kvadrat равно 25 minus X kvadrat. И коренga olamiz. Nimaga korенga olamiz? Studentlar qilib qo'ydi. Korенga olganimiz eng muhim sababi kvadratdan izbay qilish uchun. Agar sizlarda mana shu kubitskiy bo'lsa, ikki yoqdan kubitskiy korенga olasiz. Kubitskiy korень nima deganini desanglar, одна вторая, вот квадратный корень nima desanglar, одна вторая умножить. Ikki yoqdan. Demak, bu yerda y qilyapti, a bu yerda 25 minus x kvadrat и 1 вторая qoldi. Tushunarli bo'ldi? Xudo xohlasa. Ana endi производный olishni boshladim. 1 вторая oldinga tushadi. 25 minus x kvadrat. Степенdan 1 ayiraman. 1 вторая minus 1. Tushuntira olyaptimi hammaga? И umnoshib qilaman. Ichidan olganim necha? Bu nima bo'lib ketadi? Mana necha? Minus 2x. Ichidan olganim. Endi buni qaysiz qilaman? Xo'p, hamma biladi. Mana narsa minus 1 вторая. 1 вторая minus 1. Endi bitta narsani qo'yinglar. A степень минус 1 вторая это получается 1 зеленый под корень А. Nimaga? Chunki minus bilan pastga tushadi. Nimaga korень? Chunki 1 вторая bilan korень. Tushuntirib beraman. Yaxshi. Endi
2 bilan 2 nima bo'lyapti? Соотношение bo'lyapti. Hop, производный. Minus oldinda qolyapti, minus 1, a pastda faktorning 25 minus x kvadrat. Nechi qo'yib berish kerak ekan x o'rniga? 3 qo'yib berish kerak ekan. Ana endi x o'rniga 3 qo'yib hisoblab qo'yaman. Ana nechi chiqyapti? Minus 8-dan 3 qo'ysam 25 minus 9, 16. 16dan 4 chiqadi. Minus 6dan 4 bo'lyapti. Bu javob. Tushunarli bo'ldimi? Qatdan nimaga nima uchun? Hammaga ikkala tushunarli bo'ldi. Istasam tushunmayman, keyin so'raman. Sirdaryo. Zx berilgan ekan. Zx nima berilgan ekan? X 4 stependa minus 4x kub berilgan ekan, undan tashqari 6x berilgan ekan. Konkev konveks so'rayapti. Agar ingliz dekrisi bitta производный. Tushundinglar? Yana o'zingiz uchun qo'yib o'tda ingliz dekris so'ragani. Agar ingliz dekrisi bitta производный, konkev konveks uchun ikkita производный. Yodlab qolinglar buni. Maksimum minimum uchun ham bitta производный. Konkev konveks ikkita производный. Ikkita производный yana bitta o'tirib, yana bitta olish kerak. Tushunarli? Demak, z производный olishni boshladim. 4x kub minus 12x kvadrat equals 6. Ana shundan maqsadim mudofaaston. Ana endi bundan yana bir marta производный olishim kerak ekan. Yana bir marta olsam 12x kvadrat minus 24x. Savollarmi hozircha? Yo'q. Ana endi 0 ga programmangiz bor edi. 0 ga programmangiz qilsa 12x o'zini skobga chiqarsa bo'ladi. O'shanda bo'lsa x minus 2 qoladi. Hop, 12x alohida ravno 0, x minus 2 alohida ravno 0. Bo'tdan 2 chiqyapti, bo'tdan 0 chiqyapti. Demak, 0, 2. 3 qo'yib ko'raman, ravnga plus chiqyapti. Plus minus plus. Demak, minus бесконечностьdan 0 gacha, yana qayerdan 2 dan бесконечностьgacha. Hop, plus ham konkevmidi, konveksmidi? Mana shuni qo'llashtiraman. Konkev bor, konveks bor. Bittasi plus, bittasi minus bo'ladi. Bittasi bo'lish, bittasi minus bo'ladi. Nuqullashtiraman. Har orasiga bitta. Hop, 0 dan 2 gacha bu agar konveks bo'lsa, bu konkev. Agar bu konkev bo'lsa, bu konveks. Zadaniya qildim. Tushundinglarmi? Bo'lishi 0 konkev, minus 0 konveks. Shunaqa edi. Endi buni ham o'zi internetda qarab olsangiz, yoki hozir qarasanglar, sel bo'ldi. Yozib olaman. Konkev konveks. Tushunarlimi? Mana shu oxiri tushuntirib agar mana bu o'ng tomondagi noldan pastda bo'lsa, o'ng tomondagi konkev chiqadi. Sal tushuntiradi. Plus degani konkev degani. Konkev konveks degani. Minus degani konkev konveks degani. Plus konkev konveksmi bilmayman. Minus konkev konveksmi точно bilmayman. 50/50 da. Chunki geometriyasidan chiqadigan narsa. Chunki bir xil so'zlar. Menshi bo'lsa konveks. Yo'q, kelasi ham konkev deyiladi. Mana konkev. Demak, konkev degani menshi 0 ekan, bizdan chiqarmaydi. Menshi. Tushundinglar? Konkev menshi zina. Demak, mana konveks bo'ladimi? Rahmat, bilib berganingiz uchun. Demak, x qatnashgani plus ekan, hisob qilish uchun. O'sim uchun hisob qilmadi, hali. Keyingilar. Konkev har safar hisob qilishga harakat qilaman, lekin har safar nimaga mana yodimdan chiqadi. Allohning ismi bilan. Har safar lekin yodlab qolishga harakat qilaman. Bu safar endi x bilan yodlab qolishga harakat qilaman. Tushunarli? Konkev konveks demak bo'lishi nima menshi nima. Demak, konkev menshi intervals bo'ladi. Demak, uni necha bo'ladi? Javob nomi shart. Tushunarli? Demak, rasmni olamiz, xudo xolisa 20 kilometrimiz bor. Ikkinchi misolga o'tamiz. Farq etgani eng yoqtirgan misollar.
Kim savolga qo'yildi? Q-ravno verilsa ishimiz besh. P-ravno bo'lsa asli ish qilishimiz. Ertaga sizlar referendum qilasizlar. Referendumda Q-ravno qilib narsa berib qo'yishlari mumkin. Q-ravno berib qo'ysalar ham hozirgi qiladigan ishimiz ketmaydi. Agar Q-ravno berilgan bo'lsa, hozir qiladigan ishimni qilishim shart emas. Nima? Demoqchiman. Q-ravno formatga o'ldirmoqchiman. Tushundinglarmi? Bu P-ravno. Q'ni topishim kerak. Chunki Q'dan производный bo'ldi. Tushunasizlarmi? Demak, ertaga imtihonda agar sizlarga sразу Q-ravno berilgan bo'lsa, tag'in P'ni topib o'tirmaydi imtihonda. Ertaga bu savol точно bo'ladi, xudo xolasa. Lekin ertaga agar Q-ravno qilib berib qo'ygan bo'lsalar, yana bir marta aytaman, sразу hozir qiladigan ishimni qilish shart emas. Nimaga buni aytaman desanglar, mana qaraydi. Bitta oldingi imtihon ham bor edi. Ya'ni bitta nima tushundimda? Mana bu bor beramiz. Вот я их рисовал. А вот тут же Q равно тут просто. Вот тут же у нас Q равно тут здорово. Вот это производный ее сразу считать тут более. Вот это квадрат проширен, мы смотрим P равно до шахмат. Mana Q равно тут тоже. Hozir nima ish qilishim kerak ekan? Nima uchun yana bir marta aytaman. P равно тут. Menga Q равно kerak. Takror etaman. Chunki bu savol tushishini xudo xolasa 100% bilamiz. Xudo xolasa. Tushundinglarmi? Esdan chiqarmaydi. Q равноmi demak sразу ishlaymiz. P равноmi sразу ishlaymiz. Eslab qo'yasizlar, xudo xolasa. Ertaga imtihonni ko'ramiz. Demak, qiladigan ishimiz ikki odamni kvadratga qo'shamiz. P kvadrat равно 100 minus 2Q. 2Qni bu yoqqa o'tkazasizlar. Hop, 100 minus P kvadrat. Nimaga bo'lib olamiz? 2 ga bo'lib olamiz. Demak, 50 minus 1/2 P kvadrat. Bittalar bo'lib chiqdi. Mana endi men xohlagan formatga reach qildim. Tushunarli bo'ldi? Qanaqa? Xudo xolasa. Yaxshi. Ana endi panelni nechta qo'yganman? Panelni nechta qo'yishim kerak? 6. 50 minus 1/2 umnoshni 6 kvadratda. Bu yoq 28 mi 38 mi? 38 yo'qani qo'ydim. 36 hop, tushunarli bo'ldi hammaga. Yaxshi. Demak, P'ni ham Q'ni ham bilamiz. Endi bitta единственный narsa Q производный ham olamiz. Yondan olaman. Производный 0 bo'lib ketadi. P yo'q. Bu tam производный. Minus P. To'g'rimi? Buni oldinga tushdi, mana bu bilan chopib ketdi. Sizlar tillarni aytganda P sepgan qoldi. Buni ham nechini qo'yaman? Oldini qo'yaman deb chiqadi. Misol. Bu yoqda price elasticity of demand. Demand dedimi minus bilan boshlaydi. Mana nimaga bo'lib olasizlar? Q ga. Q производный. Bu formulani yo'qdan olib iltimos. Agar demand bo'lsa, qaranglar. Mana so'z точно bo'ladi. Qarang, mana final price elasticity degan so'z bo'ladi. Mana demandni supply'ni. Ertangi imtihonda qaraylik. Bu ikkinchi qaraydigan joyda. Agar supply bo'lsa, mana bitta minus kerak emas. Demand bo'lsa kerak. Asosan demand beradi, lekin supply bilan qo'shishlar ham mumkin ertaga imtihonda. Supply bo'lsa minussiz yoziladi. Xuddi shunaqa. Yengillik yo'q. Davom etamiz. Demak, P nechi bo'lsa, 6. Q nechi bo'lsa, 32. Q производный nechi chiqdi? Minus P emas, minus 6. Sonni qo'yasizlar. Hop, demak 36 bo'lingan 32 boshqacha qilib aytganda 1.5 midi? Adashmasam. Birdan katta. Demak, elastik. Demak, birdan katta chiqdi.
1.105 больше 1. Тогда эластик. Buni bilasizlar. Birga rabin bo'lsa unit elastic, birdan menshi bo'lsa in elastic. Yozib o'tirmadim, chunki 88 marta yozganman. Qaranglar, boshli birinchi qo'yishim ho'kizdek narsa ishlatdi, atiga 20. Mamatni semishi chaqqanni chaqdi, yana 20. Tushunasizlar? Yer bilan osmon farqi bor-da, bu oson savol. Faqat tushunish kerak. Nozik joylarni ketdim. Nozik joy, parabol, kiramol. Parabol bo'lsa, kiramolni o'tkazish kerak. Miyamga qo'yib qo'ying o'zinglar. Tushundinglar? Agar imtihon ertaga referal different nisbatan oson qutiladi o'zi. Agar kiramol qilib berib qo'ysalar, demak производ mana narsa kerak emas. Primoy mamlakatdan yo'q ketadi. Tushundinglar? Mana narsa kerak emas, sektor. Agar kiramol berib qo'ysalar, ertaga imtihon. Bu sizlarga eng katta ball bo'lsin, chunki bu 20 ball. Keyin mana shuni atletni ham ochinglar-da, o'qib olinglar. Nimaga? Chunki interpretation deb qo'yasizlar. Interpretation mana. Elastic yozib qo'yish. Mana ochib qaramadim, men to'g'ri aytaman. O'zlari atletlar bor, internetda o'sha azov degan joyga o'tib qo'yganlar atletlar. Hattaligini ham qilib o'tirmaydi deb aytib Xo'p, qo'yishni uchib o'tdi. Rasmiy yo'llarimiz esa ko'rganda o'tdi, uning o'rniga qo'yasiz. Q1 o'rniga Q1 qo'yaveradi. Tushunasizlar, buni o'rniga uni qo'yaveradi. Hamma ishtiyoqdan nima o'tganmi? Yana bir marta aytaman, buni Q1 o'rniga qo'yib yuboraman. 30 plus PA teng bo'ldi 150 minus 3 PA plus PB. Buni nima o'rniga qo'yaveraman? Q1 o'rniga. Chunki A ko'rganda bo'ladi. Приравнивается bo'ladi. 20 plus 0,5 PB. Yolg'on qo'shma. 100 minus 2 PB plus PA. Oddiy x y sistema. Yanlış geçsene x y uygulıyor. Tabii. İşte o zaman yanlış gitmeyin mantığı primo işletmişler. Давайте услышим, çünkü sizler normal studentler diyoruz, bir konuda torpaya aldı. Ne var ki torpaya bugün olacak için ama bir suç bir konuda bir suç konuda. Ben payada torpaya aldı. Biz devam koyar. Çünkü bu bir konuda. 30 bir konuda bir de 30 ayırsa. Yaşa. Kendisi. Paya aldı bir konuda minus paya aldı. Payanın en çok zamanında bu bir prinsip olmadı. Yarım tayan boyuydu, iki yarım torpadı. Ne yapıyoruz? 20 oraya koysa. Любой метод нашей поймания топ-перечига, это автомобиль, он дорбал. Ни за что он дорбал. Ман Крым. Дальше шли у него было салам. Керемас мı? Gölünü yemeğini ama en zor yolu. Mан Крымча. Şunu sokuyorum. Mан Крымча en zor yolu. Torge balıkla yapmam gerekiyor. Birinçiden целый болып кетеді, қанасы кәмі торгының ұшқысы целый бөледі, он бөледі.
hammasi butun sonlarni tez chiqadi javob. Keyin qo'shib olasiz bo'ldi. Tushunarlimi? Men uchta to'chib qo'ydim, siz uchta to'chib qo'yib chiqmaydi. Bir A qo'ygan topsa bo'ldi. Chunki price A bilan B ni topgan bo'ldi. Boshqa require tenglik boshqa narsa. Mana qay darajada imtihon sonida tasavvur qilinglar. U sizlarga tushgan imtihon juda yomon sonida. Tavolga chiqdi. Keyingisi. Mana nima qilasizlar desanglar, two products buni shundoq atletga qarab o'qib olasizlar. Bu substitutable complementary ni atletga qarab o'qib olasizlar. Bu teoriya. Tushundingizmi? Atletga internetda bor. Men teoriyaga qaramayman. Shunga oldi bor teoriya. Hop. Sifatni tushunmayman, buni question to'g'ri olamiz. Hop, question to'g'ri. Men tushuntirdim. Boshida $5000 bankka qo'yibdi. A protsenti mayli, ikkinchi masala protsenti 3%. Undan tashqari har yili yana $1000dan yana depozit qilib bor. Shuningdek nima bo'layotgan? Yana bir marta qaytaraman. Boshida 5000 qo'ygan. Ve undan keyin har yili boshida deganimda har yili boshida yana $1000dan har yili boshida $1000dan qo'yib borgan. Savol, opsiya qancha pul yig'ilgan? Men transfer qilaman. Tushundinglar? $5000 bir marta qo'yilgan. $1000 har yili. Tushundinglarmi? Xo'p, yaxshi. Demak, birinchisi bolalar qizlar ahamiyat beradiganinglar starting the first year at the beginning. At the beginning nima? Demak, do ishlatamiz. Mana ikkalasi do. Mana ikkalasi ordinary. At the beginning it's a do, at the end bo'lsa ordinary ishlatamiz. Endi ikkinchi farqiga qaranglar. S future value, P present value. Bunda nima qolmoqda mendan? Pulim qanchaga ko'payib qoladi, to'g'rimi? Future value, present value. Определиться qilinglar. 1000 yilda ozgina. Demak, men future value ni topishim kerak. Tushundinglarmi? Mana bunga qo'yaman. Faqat bu qachon ishlatiladi desanglar, $1000 uchun har yil qo'yib boriladigan uchunlar. Давайте ishlab ketamiz. Demak, S равно 1000. 1 plus rate. Rate'imiz necha? 0.03. Hop, skopga qaranglar. Mana shu qizil bilan yozing, chunki mana shu yanish ketib qolishadi. Ko'pchilik yanishadi. Skopga, yana skopga turibdi, ko'rasizlarmi? Mana shu yanish ketmaydi degan meningda aytaman, necha yil ekan? 10 yil. Minus 1. Mana endi qizil skopga yopildi. Tushundinglar, ajratdim. Pastgacha 0.03. Bu yo'g'i kalkulyator ishi. Iltimos sizlarga kalkulyator ishlatishni bilinglar. Kimda ham yonida kichkina kalkulyator bor? Internetdagi mashhur javoblarni Ideal вопрос. Hozir unga kelamiz. Xavotirolmang. Ideal вопрос. Hozir kelamiz unga. Hop, kalkulyator bormi? Buni oxirida tushuntirmoqchiman. Kichkina kalkulyator. Bor. Yoningizda bormi? Kalkulyator bo'lsa, men buni 10-chi stepenni qanaqa qilib ishlashni tushuntirib beraman darsdan keyin. Mana shu kichkina kalkulyator bo'lsa, mana hali ham kech emas, darsdan keyin shuni u yoq betidan adashmasam 15-20 ming 30 ming bilgan turadi. Ovozinglar bo'ladi. Buni. Tushundinglar? Chunki bu ho'kizlik sevgi, to'g'risini. Hop, endi ikkinchisi. Qaranglar yaxshilab. Ammo $5000 pulimiz ko'payib qoldi. Necha prosent bilan? 0.03 bilan. Buni ham o'rnidan ishlash kerak. Bu $5000 pulni ko'payishi. Mana $1000 har yili qilsa bu formula bir marta qilsa bilaman formula. Sizlar tushundinglar? Bu formula umuman berilmaydi. Bu formula berilmaydi. Endi qaranglar. Xo'p, ismingiz nima? Sarvar. Sarvar aytibdi. Atletda mana 9 kun o'tdi. Tamolan atletda 9. Lekin sizlar 10 bilan ishlasanglar ham full ball. Mana bu narsani anlash. Nimaga degan savolga hozir javob beraman. Sizlarni yanishtirib, boshqa qilmoqchi emasman. Mana shu bo'yicha qidiryapman. O'qib ketinglar. Nimaga degan savolga hozirdan javob beraman.
teoriyasini ham yozib qo'yibdilar. Mana. Eshitasizlar? Teoriyasini ham yozib qo'yganlar. Hop, endi Boygen teoriyasini yozib qo'ydik. Endi mana bu yetib olganlar. If student computed the future value entity due with n equals to 10 instead of n computed its year by reward full credit. Nima deydi? Savol. Daryo so'radi. Maksimal ball beradi. Nima qilaman men sizlarni adashtirib. Hozir. Bu bitta metod o'rgatdik, bo'ldi ikkita metodni kerak bor hosilga. Chunki ertaga 12 imtihon. Tushundinglarmi? Sizlar 10 qilishingiz ham full ball ekan demoqchiman. To'g'ri, boshqa javob chiqadi, lekin full ball. Hop, keyin mana ikkalasini qo'shib qo'yasizlar. Mana bir bo'lsa, mana ikki bo'lsa, to'g'ri topib o'tganda nima qilasizlar? Bunga buni qo'shib qo'yasizlar. Demak, har yili tashlab borsa bu formula, har yil bir marta tashlasa, demak mana bu formula. Present value, adjunct plus rate is stepenidir. Buni bilasizlar. Rosa 88 martalar o'tilgan formula. Bu berilmaydi. Yetganmi? Adjunct mana uchun bir ting. Mana teoriyasini ham o'rta olaylik. Пожалуйста. Mana Boygen on the value substitute well because the price increase the amount of A also increase. Misol. Let's put it. Yetganmi? Mana buni ham interpretation. Qaranglar, oldiganlik shart emas. 1% increase qilsa, demak qancha %ga decrease bo'lar ekan? Mana shu chiqarganingizga, mana nechtita 1.5. O'shanga decrease bo'ladi. Mana nima topdik? Eslab qolish osonmi? Ha, oson. Shuning uchun aytdim ko'raylik, har bir stillarda javob berasiz. Davom etamiz. Question 5. Конечно, вазетки bo'ldi. Конечно, bo'lsin. Tushundinglar? Yaxshi tushundinglar? Demak, har yil qilib borsa, demak, u 4 ta formulada bittasini ishlatasiz. Bir marta qilsa, mana bu formula. Keyin imtihonda yaxshilab o'qib olinglar. Sizlarga future value kerakmi? Yo present value kerakmi? Bu prinsip. Ikkinchidan, at the beginning va at the end, shuni ham bilib olinglar imtihonda. Tushunasizlar? Yaxshi. Buni ishtirasa o'qishmasdan tushunaman. Chunki musor zadaniya. O'tgan safar ham tushuntirdimmi shuni? Ya bu yerni qoldiruvchisiz tushunasiz. 5. Hop, yaxshi. Demak, U нужно в производной формулani bilishingiz kerak. Умножение правилasi. Qanaqa bo'ladi desanglar, U dan производной умножено v, то есть v dan производной умножено U. Mana. Endi nima qilamiz desanglar, mana U dan производной olaman. Mana buni U deb turaman, buni v deb turaman. Mana o'rta umnashagi. Bundan производной. Birinchi x bo'yicha. Partial derivative degan to'g'rimi? Da. X bo'yicha alohida. Hop, demak 2x oldinga tushadi, bundan 0 bo'lib ketadi. Bo'ldi, U производной qilindi. Umnoshni v ni o'zi. O'zini ko'chiramiz. O'zi nima manda? 3x plus y. O'rta plus v dan производный. Bundan производный 3. Bundan 0 bo'lib ketadi. Umnoshni u ni o'zini ko'chiraman. U ni o'zi nima manda? X kvadrat plus 2 y kvadrat. Ana endi u производный x qilib bo'lganimdan keyin x bilan y o'rniga qo'yib olishim kerak. 1 bilan 2 qo'yib paketdan chiqarishim kerak. Men uni qilmadim, chunki hamma biladi. Keyingisi. U производный y. Endi y bo'yicha. Endi y son deyman. Yana umnashение правила. Bu 0 bo'lib ketadi. Bu 4y. V ni o'zi 3x plus y ko'chiriladi. O'rta plus. Endi bundan производный. 1 bo'ladimi? Mana 0 bo'lib ketganidan 1 bo'ladi. Umnoshni u ni o'zi. U manbasi. Ana endi bunga ham nechini qo'yib berasizlar endi? Oformleniyaga nima qilib beringlar? 1 bilan 2 ni. Javob chiqadi. Ni za что он дома.
yil imtihondan yig'ildim degan savolni berdingiz sizlar o'zingizga. Rostdan aytaman, bu yilgi imtihon rosa oson bo'ldi. O'tgan yilga nisbatan. Inshaalloh Xudo xohlasa ertaga dahshat o'tib ketamiz. Mana bu kakabochni teoriya. Tushunarlimi? Yaxshi, rasmga oling. Kimda qaysi joyi tushunarsiz bo'ldi, qaysi joyida savollar bor? Gapiring. Shunga yaqinroq tushadi. Xudo xohlasa. Endi mana shuni tushunayotganim chunki shunga yaqin tushadi. O'tgan yilgi referral bilan o'tgan yilgi realni solishtiringlar bir xil chiqdi. Undan oldingi ekzamen bilan referralni solishtiringlar o'sha yilgi bir xil chiqdi. Nima uchun? Farqiga qaytib tuzoqda shunaqa bo'lishi ham kerak bo'ladi. Shu turda ordinary bilan dyuning funksiya formulalarni qachon Xo'p. Qaytarib beraman. Ikkalasi ham ordinary, ikkalasi ham dyuniki. Eshityapsizlar? Xo'p. Ordinary at the beginning at the end ishlatiladi. Mana bu at the beginning. Ikkalasi ham future value, ikkalasi ham present value. Future value and present value u kontekstdan bilishingiz kerak. Dune formulasi ikkita. Ordinary ham formulasi ikkita. Ikkalasi ham bir xil aslida formula. Bitta ma'noda agent plus a qo'shilgan. Paper pass formula bir. Tushunarlimi hamma? Idealni tushuninglar, xudo xolasa. Hamma kutib qolinglar imtihonni. Dahshat chiqinglar, iltimosinglar. Zo'r chiqinglar, oxirigacha dahshat chiroyli yozadi. Interpretation, gap aylantirmasdan tochkaga urib berish. Mana atletda bor, qarab oling. Tochkaga uringlar, farqoga tochkaga ursanglar pul bal qo'yadi. Tushundinglar? Oldi qochdi gapni qilmang. Yaxshi. Hamma imtihonda oladi. Mashinamga tayyorlaning, iltimos sizlardan boshqa